Assalamu alaykum muhtaram ko'rurmanlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining atlik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Bu programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Dünya Uyghur Qurultayı Rəisi Rabia Qadir xanım 6 ayının 16 günü 5 iyul Ürümçi vəqəsi haqida qilgan so'zda 2009 yılı 5 iyul Ürümçide yuz bergan vaqa Xitoy hukumatı Şaugandan tartib Ürümchigacha Uyg'urlarga qarata bir tutash yo'lga qo'ygan irqiy qirg'inchilik deb ko'rsatdi. Rabia Qadir xanım so'zda yana shuningdan buyon Xitoy bu irqiy qirg'inchiligini Ürümchi vaqasining gumondorlarini qo'g'lab tutish degan nom bilan keng doirada davomlashtiryotdi. Bu jarayonda beguna Uyg'urlarni har xil bahona sabab bilan tutqun qilish, bostirishni davomlashtiryotdi. Xitoy hozir irqiy qirg'inchilikni Uyg'ur o'smirlargacha kengaytdi. 12 yoshlik Mirzoid Amanullani qo'lga ilib, turmaga tashlab, qiynab o'ltirganligi buning tipik misoli deb ko'rsatdi. Shundaqla Rabia Qadir xonim dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni Xitoy 3 yildan buyon Uyg'urlarga qarata davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilikni pash qilib, dunyoga yetishga chaqirdi. 4 navbatlik İdil Ural Türkiy Millatları Qalamkashlar birligining yig'ini Ukrainaning Qrim Tatar rayoni markazi Aqmasjid shahrida ochildi. 6 ayning 18 kunidan 20 kunigacha davomlashgan bu yig'inga İdil Ural Qalamkashlar birligiga a'zo 15 qalamkashlar jamiyatidan 50 atrofida kishi qatnashdi. Bu qitimqi yig'inda Turkiy millatlar o'rtasida tarjima ishlarida hamkorlik elib berish va Turkiy millatlarda fikr erkinligini ilgari surish haqida muzokaralar bo'lib o'tdi. Amerika Davlat ishlar ministerligi chorshanba kuni 2012 yillik odam atkazchilik doklati e'lon qilib, Xitoyni kuzatiladigan davlatlar tizimligiga kirgizdi. Amerika Davlat ishlar ministerligi 2012 yili odam bedikchiligi doklatida Xitoy ayollar va bolalarni nishon qilgan majburiy emgak va jinsiy bedikchiligi qilmishlarining manbasi o'tkinchi va oxirgi bekiti deb ko'rsatib, uning bu yil yana 2 darajalik kuzatiladigan davlatlar tizimligiga kirgizilganligini e'lon qildi. Bu Xitoyning Amerika hukumati tarafidan uda 8 yil mazkur tizimlikka kirgizilishidir. Beijingdagi siyosiy qonun komiteti oldida norozilik bildirgan Uyg'ur arzdorlar Beijing soqchilari va ularni elib ketish uchun yerlikdan avatilgan kadrlarning tahdidiga uchirgan. Bu arzdorlar Beijingdagi siyosiy qonun komiteti oldida 3 kecha kunduz norozilik bildirgan. Ammo doirlar 20-iyun 100 ga yaqin odam avatib Uyg'ur arzdorlarni siyosiy qonun komiteti oldidan elib ketishga uringan. Arzdorlarning bildirishicha, soqchilar Uyg'ur arzdorlarni urib, ularni soqchi avtomobiliga qochilab elib ketishga uringan. Bu jarayonda ba'zilar yaralangan. Bir Uyg'ur dada 5-iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lgan o'g'lining qaysi qamoqxonada yotganlik uchurini 5000 yuanga setib olgan. 2009 yili 10 ayning 20 kuni o'zlarini Qashqardan kelgan soqchi deb tunishtirgan 2 kishi Do'nko'rikdagi kiyim-kechak savdosi qilayotgan Akbar Tursunni do'kondan elib ketgan. Shu kundan e'tiboran Akbar Tursunning qayerga elib ketilganligi va nada ekanligi haqida hech qanday uchur ma'lum emas. Akbar Tursunni elib ketgan 2 soqchining kimliklari mo hozirgacha aniqsiz. O'g'lining izdirgini ololmagan Akbar Tursunning dadasi o'g'lining ilgari Shisan qamoqxonasida yotganlik uchurini bir amaldordan 5000 yuanga setib olgan. Mazkur amaldor Akbar Tursunning dadasiga yana 300 ming yuan bersa o'g'lini tepib qo'yib bergizdiganligini aytgan. Biroq bu otining bunchalik pulga qurbi yetmagachga o'g'ilni qutuldirishga chorasiz qolgan. Bu haqdagi suhbatning tafsilotini Tor betimizdan ko'rgaysizlar. Xotan viloyatidagi har darajalik hukumat organlarining Xotanda diniy yo'sinda kiyingan ayollarni kamsitish xarakterlik talablarini o'tirg'i qo'yganligi oshkorlanmoqda. Hukumat doiralarining bu xildagi talablari ro'shan ko'rsatilgan bir uqtirish yaqinda Xotan shahridagi savdo saroylarida ko'zga chiliqqan. Xotan viloyatlik Oltin Yulduz savdo cheklik mas'uliyat shirkati tarqatgan bu xildagi bir uqtirishda mundaq deyilgan. Diniy puroqni suslashtirib, diniy muhitni saplashtirib va bozor tartibini qo'g'dash uchun viloyatlik partkom ma'muriy mahkama va shaharlik partkom xalq hukumatining talabiga asosan ro'pash ayollarning savdo saroy tijorat o'rinlariga kirishi man'iy qilinadi.
2012 yılı 6 ayının 11 günü tarqıtılgan bu uqtırış chet eldeki tor betlerde qo'yilgandan keyin Uyg'urlar arasida kuchli inkas qo'zg'adi. Ular buni Uyg'urlarning milliy urf-odat va kishilik huquqiga qilingan ig'ir haqorat deb tanqidladi. Radiomiz muxbiri Shuhrat Ushurning 2011 yılı 28 dekabr Xotan Mukuyla vaqasi haqidagi ona va bolalarning erkinlik sadosi nomli İngilizce xabari 2012 yıllık New York festivalida altın medalga erishdi. 2011 yılı 28 dekabr Xitoy saqchilari chegirdan qechib ketishga uringanligi ilgari surilgan bir qism Uyg'urlarni o'q tutib, orasida 2 ayolni o'z ichiga olgan 7 Uyg'urni etib o'ldirgan va bolalarni yaralandırgan edi. Xitoy doiralari vaqani atalmış terrorchilarga ortishga uringan bo'lsa-mu, vaqaning haqiqiy mohiyati radiomiz tarafidan xalqaro jamoatchiligiga oshkorlangandan keyin jim bo'lgan edi. New York festivali axborot sohasida har yili bir qitim o'tkaziladigan xalqaroliq musobaqa. Bu yillik festivalga 30 dan ortiq davlatdagi 200 dan ortiq axborot agentliklarining asarlari qatnashtirilgan. Festivalda yana radiomiz Koreya bölümünün 3 muxbirimi mukofotga erishdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasini ko'rdinglar. Rahmat sizlarga, kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.